G'afur G'ulom 1903-yil 10-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'ontegi mahallasida dehqon oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi G'ulom Mirzo Orif o'g'li va onasi Toshbibi Yusuf qizi o'qimishli, zehnli, adabiyotni sevadigan, fors tilining bilimdoni bo'lishgan. Otasi tatar, rus, ozarbayjon tillarini ham yaxshi bilgan. G'afur G'ulom yoshligidan bilimga chanqoq yigit bo'lgan. Navoiy, Sa'diy, Hofiz, Fuzuliy asarlarini sevib o'qigan. Afsuski 1912-yilda otasidan, 1918-yilda esa onasidan erta judo bo'ldi. Oilani boqish tashvishi tufayli oliy maktablarda o'qiy olmaydi. 8 oylik muallimlar tayyorlash kursinigina bitkazadi va mustaqil o'qish orqali zamonasining ilg'or ziyoli darajasiga ko'tariladi. G'afur G'ulomning ijodiga kirib kelishi sharq she'riyati, Navoiy, Bobur, Mashrab, Muqimiy, Bedil kabilarning ijodiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Keyinchalik bu ulug' allomalarning asarlarini G'afur G'ulom o'zbek tiliga tarjima qildi. G'afur G'ulom ilk ijodining debochasi 1923-yilda matbuotda e'lon qilingan Go'zallik nimada she'ridir. Shoirning 31-yilda Dinamo, 32-yilda Tirik qo'shiqlar she'riy to'plamlari chop etildi. Nasriy asarlari, qissalari Netay 1930-yilda, Tirilgan murda 34-yilda, Shumbola yodgor qissalari yaratildi. Ballada janrida 2 vasiqa, to'y asarlarini yozdi. G'afur G'ulom urush yillarida samarali ijod qildi. Kuzatish, sog'inish, qish, xotin, bizning ko'chada ham bayram bo'lajak, Suv va nur she'rlari ayni shu davrning mahsulidir. G'afur G'ulomning barchaga ma'lum va mashhur Sen yetim emassan she'ri 1941-yil 7-dekabrda kuchli ichki tug'yon bilan yozilgan. Ushbu she'rni shoir qayta ishlov berib, tahrirlar kiritib, shundan keyingina eng so'nggi poetik matnini yoritgan. Yetimlik nimadir? Bizlardan so'ra. 10-yillarning sargardonligi, isitma, aralash, qo'rqinch tush kabi xayol ko'zgusidan o'chmaydi sira. Ma'lumki, ushbu she'r Ikkinchi jahon urushi ayni dahshatli tus olgan bir paytda beyomon qonli qirilgan, olovi ostida qolgan Belarus, Ukrain va Rus tuprog'ida ota-onasiz yetim bo'lib qolgan murg'ak go'daklarning O'zbekiston tuprog'iga olib kelinish davrida yozilgan. Misralarda shoirning o'z boshidan kechirgan yetimlik yillarining dahshatli mashaqqatlari lirik chekinish orqali ochib berilgan. Shoir o'z xotiralarining izchil kuchayib borishi, poetik pafos bilan she'rxonga yetkazishga, uning o'zining dardli xotiralari bilan oshno etishga muvaffaq bo'lgan. G'afur G'ulom hikoya-navisligi, Jo'ra bo'za, Yigit, kulgu hikoyalar to'plamlarini o'z aksini topadi. G'afur G'ulom umri davomida juda ko'p she'rlar, hikoya, ochiq, doston va felyetonlar yozdi. Sa'diyning Guliston asarini, Rudaki, Firdavsiy, Bedil she'rlarini, Navoiyning Foniy taxallusi Forsiy g'azallarini o'zbekchaga o'girdi. G'afur G'ulom she'riy va nasriy matn ustida ishlab, uni o'zining g'oyaviy estetik talablariga javob beradigan darajada olib ketish uchun uzoq vaqt mashaqqatli mehnat qilgan. Uning asarlaridagi maftunkor joziba, sehrli mazmun, o'zgarmas poetik shakl ana shu talab va mashaqqatli mehnatning samarasi hisoblanadi.